Krutoy kotelnidan to'liq obzor. Ko'p muhokamalarga sabab bo'ladigan filtrimiz universalniysdan qo'yib oldik. Universalniy. Yechib tozalash oson. Yechib tozalash oson. Обратный klapni qotib qolsa yechib tozalash oson, to'g'rilash oson. Termometrlarimiz podachada, obratkada super sifatli Krutoy kotelniy bo'lgan. Xo'p, manometrimiz, sistemamiz butun poddavlение ishlab turibdi. Kachov yoqilgan. Mana ishlab turibdi. Endi bitta ajoyib joyi. Xo'p, расширительный bakki mana mebel ichiga joylashtirib yubordik, sig'dirdik. Rakina uchun issiq suv, sovuq suv, tashqariga ketyapti, narigi hammomga issiq suv, sovuq suv. Hammasi izolyatsiyada, trassani videosini qo'yganman. Sliflarimiz bor ichkarida, tashqariga chiqib ketayotgan palifni o'chirib qo'ydik. Qishda slif qilamiz. Rashbakka yechish uchun amerikanka qo'yilgan. Kotelni kondensati mana ulab qo'yganmiz kanalizatsiyaga perihodlar bilan. Boiler obvязкasiga ahamiyat beramiz, boilerni. Hop, nasoslarimiz, resirkulyatsiya, termostat, через удлинитель qo'yardik, primoy qo'ydik bu safar. Bundan tashqari mana chiroyli, akkuratniy, tekis slif alohida boiler uchun. Bu suvni sekin to'kadi. Kerak paytda shunday otsa, sirasi to'kiladi. Chegara bilmas santexnikadan Krutoy super sifatli qozonxona. Shunaqa Krutoy aqlli, savremenniy, zo'r qozonxona hammaga nasib qilsin.